Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Yakubek. Bugungi videomizda men mashina sotib olishga boraman. Qaydam uyda akşam bor shahar, bunda bizlarning davomimiz. Keyingi videolarda Hamidullo Gret bo'ladi. Gretning kanali bor, o'g'ana o'tib qo'yamiz. Qarshimda bizning bölüm. Bizim sotib vaqti edi. Sandiqda edi. Bir stagna ne beramiz ana? İzmir'da. Onca arzon namında neni aytamanda mashin. Arzon biroq keyingi videolarda men Hamidullo ham Gretga mashin sovg'a qiladigan bo'laman. Tak, короче, nerede birovning mashin aytib ketsam ekan. Qo'ng'izlarni baqirmaytinchar. Onda mashin sotadigan yer yaqin. Onda turibdi, ne avtobuslar ham sotadi ana yerda, avtobus qo'yildi. Tak, anda ana qizil mashinani olaman men. So'q yomon qimmatlab Oğlan yükler ham siyatda, so'rgan shuni qizil mashinani olacakman. Qalay jitel, короче, na mashin nechsin? Oba ol yarim stak izborot. Blok qo'yli yarim stak? Ava. Do'stlar, niye yurtda sayohatga chiqqanman? Короче, nadan 30x dedim ha? Hozir 30x bo'lib olam. Tak, birinchini 30. Keyin bo'ldi. Короче, do'stlar. Короче, do'stlar, bunda bunani beramiz. Ақшасын bizlar mashin sotib olamiz endi ili. Tak. Mana jitel ақшаңды al, короче, men buna mashin sotib oldim, bo'ldi bizniki endi. Do'stlar, bunda mashinam sotib oldik endi. Kitta shaharda aylanib qaytsak. Ana suv o'tga bor, kitta sho'mil bo'laychi. Bunda suv. Nereden geldi atolmayman, короче. Nere qıta tüsetin yer var edi. Tezroq keshita qo'yganman. Mana uy mashin tugib olayın dedim go. Kitta qoldi do'stlar. Keyingi videolarda Gret ham Hamidullo bo'ladi, ularga da mashin podarka etib mumkin endi. Dinozavr do'stlar. Yo'q, biracham. Yo'q, buni qaçtım. Nasılda endi qaytib kelmayman. Burunda ko'p marta shomla berdim. Qasında dinozavr yo'q edi-ku. Chata mashinada aytman. Сөйтіп biraman. Или uyim qaqta ekanidan topolmay qoldim. Ulkan shahar bu. Короче, keyingi videolarda solar bo'ladi endi. Hozir naqbetga borib olaylik. Naqbet demadiyim. Saqtaydi. Sürde tak. Namandaga domg'onga, короче, taksi ishlab turgan joyda. Men mashinani qayerga park qilib qo'yaman? Naqbetdan kirgizib qo'yaychi. Aylandi. Kirgizamiz. Hozir kirgizdim. Bo'ldi do'stlar, bunda mashinam parkovka bo'ldi. Endi o'zlarimizning uyga kiramiz. Asxonamiz, bu mehmonxona negizi uy emas. Prosta naqbetni 4-etajdan boshlab uy qurilgan. 2, 3, 4. Keldik 4-etajga. Endi uyimizga kiramiz. Voy. To'xta. Bulamaz ekan-ku. 5-chi. Yo'q. Osu. Biroq bunda ekan-ku bizning bo'lma. Qarchi bunda osu bo'lma bizniki ekan. Tak, endi naqbetdagi mashinalarni ko'rib olaylik hozir. Wow. Ko'k mashina zo'r ekan, ustida olishim kerak ekan.
Keyingi videolarda Gretam Hamidullaga sizlar sovg'a qilib mumkin endi sotib olib. Hozir bitta tualetda o'tirib olaylik. Niki bo'ldi. Qo'limizni yuvamiz. O'zat. Nima bo'lmaydi, bir zot bormi cho'ti? Kimning bo'lmasa bo'ldi. Ana yesiga ashli javolatgan ekan-ku. Itay. Shig'almayam qoldik-ku. Tak. Men televizor ko'rib yataman odamcha. Qo'ytir. Do'stlar, mashinam bilan bitta bir maqtanib qo'ydim-siz do'stlar. Siz ideya. Ish narsa qilmaymiz ketsa, bitta ketdi. Tak do'stlar, bunda mashinam bunda ekan. Bunda ketdik. Mashina aylanamiz do'stlar. Aylanamiz mashinani duksib oldim. Problem yo'q, so'ng shuni dugib oldim do'stlar. Hammaga ko'rishguncha. Xayr.